Bero'yin tumani Oltinsoy ovul fuqarolar yig'inida insonlarning ish bilan ta'minlanishi, ularning ishlash madaniyatini shakllantirish va daromad olish imkoniyatlarini kengaytirishga katta e'tibor kiritilmoqda. Oltinsoy ovulida 2019-yildan beri issiqxona qurgan va undan samarali foydalanib kelayotgan Ro'za Bekjanova mahallada ko'p odamlarga ilhom baxsh etmoqda. U har yili 2 marotaba hosil oladi va bu hosildan yanada yuqori daromadga ega bo'ladi. Sabzavot va poliz ekinlarining barcha turlarini yetishtirishda u asosan mavsumiy ishchilarni jalb qiladi va 10 nafar ishchilardan foydalanadi. Ovulda yirik ishlab chiqarish va yer ishlovi sohasida ham yangiliklar amalga oshirilmoqda. Shu mana tomoqa yerimda 5 dona issiqxona bor. Shu fevral oyidan beri pomidor ko'chatlarini yetishtiramiz. Fevral oyida egib boshlaymiz. Mart oyida shu nallab bir 10 o'nlagan qiz ishchi olamiz. G'ulom Allabergenov 10 yil davomida Rossiya va Qozog'istonda migratsiyada ishlab qaytgan. Bugungi kunda o'zining mahallasida daromad topishga erishgan. U hudud hokim yordamchisining ko'magi bilan 33 million so'm imtiyozli kredit olib, mini traktor sotib olgan. Bu mini traktor aholi tomorqalarini surib berishga mo'ljallangan bo'lib, kam xarj va ixcham bo'lishi tufayli kichik yer uchastkalarini boshqarishda katta yordam beradi. Kuniga 1 gektar yerni surish uchun tayyor holatga keltirish imkoniyati bu qishloq xo'jaligining samarali boshqarilishini ta'minlaydi. Qozog'iston shu 10 yildan beri ishlab yurdik. Bu yil hokim yordamchisidan mini traktor oldik. Shundan tomorqalarni surib netyapmiz. 33 millionga berdi kreditga. Bog'larda, nelarda ulkan traktor kira olmaydi nelarda surib, yaxshi yeri ustida o'tirib surasan, odam charchamaysan. Shu kunda 1 gektar yer sursang bo'ladi. Soatda 1 litr salarki iydi. Ekonomishni hamma yog'imdan. Oltinsoy ovulidagi aholini tomorqa xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan ishlar yanada kengaymoqda. Prezidentimizning 18-sonli farmoyishiga asosan dolzarb 1 oylik safarbarligi davomida 20 ta oila tanlab olinib, ularga ixcham issiqxonalar qurish va ko'chat yetishtirish uchun barcha kerakli jihozlar mahalla tomonidan bepul yetkazib berilgan. Bu imkoniyatlar aholiga nafaqat oilaviy daromadni oshirishga, balki ularning turmush darajasini yaxshilashga yordam bermoqda. Oltinsoy ovulidagi tomorqa xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va ularni yangidan-yangi imkoniyatlar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.